Direktingga yozayotganlarning 70%, даже 80% ham sevgi haqida. Ularni yozayotganlarning asosiy qismi yoshlar, erkaklar, o'g'il bolalar. 20-25 yosh atrofidagilar. Men deydi 3 yil bittasini sevib yurdim deydi. U turmushga chiqib ketdi deydi. Men 5 yil sevib yurdim deydi. Men bundan kutmadim deydi. Men bunaqa ish qildi deydi. Masalan, erkak kishi sevgi bilan ovora bo'lib yashashi yarashadimi erkak kishiga? Yarashmaydi. Erkak kishi sevadi, yaxshi ko'radi, ko'ngil qo'yadi. Lekin halollab olib yashaydi mard bo'lsa. Qilmadimi shu ishni? Qila olmadimi? Taqdirmas ekanmi? Ketadi shundoq. Shuning uchun aytishganki, seni xohlanmagan joyda soyangni ham qoldirma. Seni xohlanmayaptimi? Orqasidan yalinib yurma. Erkak kishiga xos emas bu. Nima qilibdi erkak kishi sevgisiz yashasa? Muhabbatsiz yashab o'tib ketsa nima bo'ladi hayotda? Yoki o'zi xohlagan mashinani haydamasdan o'tib ketsa nima bo'ladi hayotda? Masalan, men gelik haydamasdan yoki Range Rover haydamasdan o'lib qolsam, nima bo'ladi? Qabrda qiynalib yotamanmi? Yoki haydab o'lsam, qabrda maza qilib yotamanmi? Qanaqa o'lchov bu? Masalan, realni qarash kerak-ku hamma narsaga. Nima qilibdi inson bitta narsaga erisha olmasdan o'tib ketib qolsa? Tem bo'li o'g'il bola bo'lsa, erkak kishiga xos bo'lish kerak, g'urur bo'lish kerak. O'sha yaxshi ko'rgani, sevgani turmushga chiqib ketganda, uni rasmlarini ko'rib yurarmishdi, o'chira olmasmish, kuch yetmasmish. Shunaqa bo'ladimi erkak kishi? Bittasi aytayaptiki, men deydi, sevganim turmushga chiqib ketgan, rasmlarni o'chira olmayman deydi. Keyin aytdimki, sani dedim, ertaga uylanganingda xotiningni boshqasi xayolida o'ynab yursa, xayolida har balo qilib yursa, rozimisan? Desam, nima duosiz deydi. Bo'lmasam baraka topib, erkak bo'lmaysanmi? Buni ham bitta erkak olgan, halol qilib olgan. Sen ham erkak bo'lgan. Xullas, bu narsa erkak kishiga yarashmaydi. Bu narsa shunaqaki, men misol qilaman. Toshkentdan Samarqandga yo'lga chiqdingiz, yo'lda ovqatlanishga kirdingiz. Ovqatingiz yaxshi bo'lmaganligi uchun siqilib qolib ketdingiz o'sha yerda. To'g'rimi shu? Kulgili-a? Inson maqsadi sari yurayotganda yo'l-yo'liki ishlar bor. Shu o'xshamay qolsa hech narsa qilmaydi. Bu maqsaddan chalg'itmaslik kerak inson. Xuddi sevgi, muhabbat, oila, mayda-chuyda muammolar bilan turib qolish o'rnida. Mana shunga o'xshaydi. Inson hamma narsadan kecha olish kerak. Inson doim yolg'iz qolishga tayyor turish kerak. Mana bu haqiqiy erkak kishiga, aqlan sog'lom bo'lgan odamga yarashadigan ish.